icabet kıl. Yirakta ana duasını. Ulug' Rabbim icabet kıl. Zindanda ata duasını. Ulug' Rabbim icabet kıl. Musafir yetim duasını. Ulug' Rabbim icabet kıl. Vatansiz g'arib duasını. Ulug' Rabbim nasib eyle. Ko'rishga vatan azodini. Ulug' Rabbim nasib eyle. Ko'rishga zolim zavolini. Ulug' Rabbim nasib eyle. Ko'rishga onam jamolini. Ulug' Rabbim nasib eyle. Suyishga vatan tuprog'ini. Ulug' Rabbim nasib eyle. Kezishga vatan gulbog'ini. Ulug' Rabbim nasib eyle. Vatan tuprog'ida o'lishni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qiyinlashda yaxshi turibmanmi? Bugun men shu bir sohbat qilaylik dedim. Yani herhangi bir tema yok. Fakat şu bir yetlişaylik, fikirlişaylik deb. Şunun her qanday bir sualinglar bo'lsa, javob bersam bo'ldi. Masalan, yaqinning yaqin bo'layotgan temalar bo'lsa. Ma ulunish qanda nima qotir? Çünkü manga asta mingovatur deb ko'zlayotdi. Tor asta deb, shundaqmi yaqindaq. Tor yaxshimi qiyinlashlar? Tor yaxshi inshaalloh. Assalomu alaykum qiyinlashim. Va alaykum assalom. Ok Uyg'ur qiyinlashim. Ulunish intayin yaxshi, tamam. Hamsa savollarni boshlaylik dercha. Birinchi bob yetlar qanday o'tdi? Yaxshi o'tkazdinglarmi? Albatta yet burunqi yetlarga o'xshamaydi, çünkü yani deyish kerak yo'q o'zimizga yetning qanday ekanligini yani. Evet, qiyinlashda ma programni asos jihatdan mening özel alayda deydigan gapim yo'q. Şu savol tashlab javob berib degandek, hatto sizlarning fikringlarni ba'zi ishlarga og'imba o'tirib qo'yaylik degandek. Masalan, yaqinning yaqin nurg'un masalalar yuz beradi. Masalan, Filistin, İsrail masalasi, dava masalasi, Türkiye'deki siyaset, Amerika'daki siyaset degandek. Herhalde qiyinlashlarga chiqib bo'lmadi. Asta saqlaylik.
Yeni qıtılğan qeyindaşlar bolsa, bugünün sohbetinin temisi yetilişayli ve erkin suallar ve erkin cevaplar. Mavi kim ekanini uqmayman. Sohbetni Uyg'urcha qilyapmiz. Ammo yanala javob beray. Mavi birisi yozibdi, tunimayman. Birisi yozibdi, nima uchun Falastin hukumati Uyg'urlarni qo'llamaydi? Her zaman Kompartiyani her zaman Kompartiya ish qilib Kompartiyani qo'llaydi deydi. Nima uchun? Chunki o'zining manfaatiga to'g'ri kelgachga ashta bo'ldi. Chunki hozirgi dunyoda qiziq bo'layotgan yeri Xitoy Uyg'ur musulmonlarni zulm qilyotdi, ammo Falastinliklarni qo'llaydi. Yani bu siyaset muştaq bo'lib ketdi. Ularning o'zining shaxsiy, ya'ni Falastin hukumati o'zining shaxsiy manfaatini o'ylab turib, yani xalqimga qanday yaxshi bo'ldi deb xalqni o'ylamdi, o'ylamamdi uqmayman, lekin shuni ko'z tutib turib qilayotgan ish. Ama inşallah Falastin xalqi albatta Uyg'urlar bilan birga. Bir qeynishimiz yozibdi. Uyg'urning o'zining g'amini yetkicha turib Falastinning ishiga aralashilishi dödlik emasmi? Ya shunda bir fikrlar bor. Lekin bu yerda qanchalik aralashilish, ya'ni mencha o kadar aralashadigan yeri yo'q men. Aniq bo'lsa bir haqiqatan shu Falastinni qo'llaymiz. İsrail'e lanet o'qishimiz mümkün bir haqiqatan shunga tugaydi. Yani jiq bo'lsa 5-10 minut vaqtimizni ala. Biz her zaman qaqshaymiz. İslam dünyası bizni qo'llamaydi deb. Lekin bizga kelgan chog'da hatto sukut tursaqmi bo'ldi, ammo sukut turishning yeriga mayli qo'llasak bo'ldi. Ammo qiziq yeri ba'zilar İsrail davlatini, masalan, I stand with Israel deb qo'rqmay mesajlarni chiqaradi. Bu bek qiziq. Ya'ni İsrailni unutmayli, İsrail Xitoy Uyg'urlar qanday qilgan bo'lsa, İsrail o'xshash. Ya'ni İsrail Filistinni ishg'ol qilgan bir rejim, yani bir zalim. Yani mencha bir haqiqatan Filistin mustaqil bo'lsin, Filistin o'zgarlik deyishga hiçbir, yani bizning yemimizga bir yetmaydi. Mush to'g'riliq gaplar tushyapti. Aslida men İsrail temasida bek nim qilgim yo'qdi, ammo mush haqda savollar tushyapti. Yapacak bir şey yok demdik, ama yok demdik. Allah dinimiz selamet dileyimiz, intayın mühim işlerini kılvasa. Allah razı olsun kardeşim. Qo'limizning kelishicha unda cho'ng bir ishlarni qilib bo'lalmidi? Hani qo'limizning kelishicha, qo'limizda mush keldik, boshqa bir cho'ng ish qilmadik, ama yani elhamdülillah. Uyg'urlar hayajon olmaslik kerak shu. Yani bek albatta ilaqi da'vo qilgan chog'da bek adimizning ish olmasaqmi bo'ldi-chu. Demizmi to'g'ri. Ama masalan o'xshash vaqtida mening ichingan yerim, masalan albatta Filistin uchun masalan ko'nglimiz yerim bo'ldi, lekin bu yerda muhim bo'lgan shu yerdan chiqayotgan videolar, rasmlar bek ichinishliq. Xitoy haqiqatan bu vaqtda bek usta, shu to'sapla turdi-chu. Agar julib chiqsa, mediani qo'yib atgan bo'lsa, biz ulardanmi vahshiy bir sinlar, rasmlar ko'ralaydik, lekin mediani to'sig'ashqa undaq fikrlar chiqishi bek tas. Patlab ketgan bolalar, butun oila yo'qolib ketganlar, ishqi bek ichinishliq.
dünya ta'sir qilib musha hamma yerda taqilib yurgan gapimda. Pek tushunishli. Palestinliklarni qo'llayman, ammo bu Palestinlikning Xitoy siyosatini qo'llagan unutib qolgani shu. Albatta, Palestinliklarni qo'llaymiz, ammo shu abay degandek Palestin hukumati bilan, ya'ni Mahmud Abbasning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini albatta qo'llamaymiz. Ya'ni qandoq Turkiyada Türk xalqi ayrim, hukumat ayrim deb vaqiraymiz ya. Ya'ni Filistin kelgan chaqda shu ajab mush temada qoldik biz hozir. Filistin deb. Qurbanjon qarindashimiz yozibdi. Filistin xalqi Uyg'ur uchun mediada gap qilib baqdimi? Sizdan so'rab baqsam, Filistin tarixdan beri Bani Israilning yana Yaqub alayhissalomning o'g'illarining yurt emasmi? Yahudilar Filistinni bizning yurtimiz deyishda asosi bor. Ammo Xitoyning Sharqi Turkiston bizning yurtimiz deydiganga hech qanday fakt yo'q. Mushu to'g'risida so'zlab beramsiz. Qana deymiz, davlat qurishda nimasi yo'q. Hozir xalqning ilqini kallasida Yahudilar davlati, İsrail Yahudi davlati emas. Hatta Yahudining o'zining kitobida bularning davlat qurish nimasi yo'qchu. Hatta sizlar ko'rsanglar nurg'un ma'gapni unutib qolmanglar. Bütün Siyonistlar Yahudidir, ama bütün Yahudiler Siyonist emas. Yani içip qarab baxsanlar internette nurg'un Yahudi gruplar bor, İsrail davlatiga qarshi va Filistinni qo'llaydiganlar bor. Amaliyotda shu 2. Dünya so'qishidan keyin Filistinliklar İsrailni, yani Yahudilarni nima deymiz? Panalık tilgüçü bo'p qabul qilgan. Keyin shu Xitoy bilan o'xshash panalık tilgüçü qabul qilib, keyin davlat shaklida aylantirib oldi ve har kuni zulm qildi. Yani bu yeni bir zulm emas, ammo bekçi zulm ko'rdi. Ularning birli farqimiz bo'lsa, Filistinliklarning az bir qismi o'zining bir o'zgur bir topraqi bor, lekin doim to'sab turdi. Masalan, xohlagancha uyingizni chekib kiriblam, "Mau mening uyim" deblam kirib oldi. Siz hech qanday gap qilmaysiz. Ikkinchisi yemek içmek, internet bo'lsa, maktabning nimalari, bir yerdan kirib chiqish ham to'sabla turdi. Shuni ularning ilk xarita qarsangizmi, bek ichini chiqamdi. Kechicha Israil Falastin to'g'riliq deyishmayli, boshqa gaplar bo'lsa yana. Şu sosyal medyada şu Filistinliklarni qo'llatgan yeri, qarasangiz bombalar patlayotgan, xalqning bütün ailesi yo'qolib ketib olgan degandek videolar chiqib turdi. Bizningida yani Filistin toprağida media tayya qachonla qarasangiz bir narsani tatib turadigan, ammo bizning vatanda medianing o'zi yo'q, tatib turganlar yo'q. Yani bir mesele bo'lsa, Filistinda sosyal medya uçuq, Facebook, Instagram, YouTube hamısı uçuq. Haq tatib chiqirdi. Bizda unda bir sharoit yo'q. Shunga albatta
ularning davosi dunyoning reaksiya demdiq. Ular texim cho'nqur ta'sir ko'ktalaydi. Ya'ni qachonli qarasa sosyal medyalarda bo'pmi? Sen isbotlamamsa deb, masalan bizda yet bo'ldi. Qashqada yetganning oldida xalqning samon o'ynayotganini ko'rdi. Uning qarshi bir narsa deyamay deysiz-da, ma yog'an deb. Hozir men bir narsa retweet qilib qo'ydim. Shu yerda bir fransiyalik muxbir bor ekan. Şunun bir kun burun, hatta Abduvali Ayıp akımızmı bir gün burun nima şu sama oynashdan 7 bir kun burun xalqning şu samani mashq qilayotgan ko'rinishlarini ko'katdi masalan. Shuningga ishkilisi o'xshamaydi yani. Bizning ishimiz bek ichinishli. Shundaq naq meydan qatnaşmoqchi bo'lgan bo'lsa chiqinglar. Chiqsanglar bo'ldi. Men miyadan kod avatay. To'g'riroqlar qanday chiqarmayman buni. Mushu ekranga da'vat qilsam bo'ldi. Qanamiyaga inkas bo'lib chiqaraya. Hozir men bir ulunish avatdim. Naq meydan chiqaman deganlar, illa yuzinglarni ko'rsatishinglar kerak yo'q. Naq meydan qitilsanglar bo'ldi. Hozir men bir link bir ulunish chiqarib qo'ydim qarindoshlar. Merhamet. Men bir savol tashlay sizlarga. Uyg'urlar qanday qilish kerak? Masalan, mushtaq bizning mediada bo'layotgan nimamiz tushib ketgan chog'da biz Uyg'urlar qanday qilish kerak? Men sizlarga bir savol tashlay. Yet qandaq o'tdi? Qanday o'tadi? Yet o'tdi shu. Qanday o'tadi? Shu endi men Bahraynda bo'lgandan keyin albatta men tek Uyg'ur deb o'ylayman butun Bahraynda. Boshqa bir Uyg'ur ko'rib baxmadim bu yerda. Lekin bizning maktabdan boshqa ma'lumlar bilan o'tkazdik hamda. Ularmu har xil ariyanzi yerlardan kelgan musulmonlar shular bilan o'tkazdik. Twitterni portlavatish kerak. Twitterni portlavatish kerak? Tushunmadim. Portlavatish kerak. Ya'ni bundan jiq narsani chiqarib deb o'ylayman, shunami ya'ni chiqib patlasak bo'lmaydi o'zimizni. Shu Twitterni portlavatish kerak deb tushundim gapingizni. Shu qiziq gap qilma shunaqa. Yiğitinizga mübarek bo'lsin. Birga bo'lsin Ömer Faruk kendişim. Sizning yiğitiniz mübarek bo'lsin. İnşallah ailengiz bilan pat yaqinda tinch-aman sog'-salomat bir şekilde birga bo'lishinglarni umid qilaman. Amin, amin.
Arzimaydi. Arzimaydi. Qarindishim, mening savolim sizlar qilayotgan harakatlar, xabarlar va boshqa chet elliklar bilan suhbat olib berib o'tishish inglizcha bo'lganligi uchun biz tushunib ketolmaymiz, lekin mushu bilmaganlar uchun bir yo'ritib bersangiz, hozir ularning Uyg'ur davosida tutgan pozitsiyasi qanday? Tamam, yaxshi bir savol bo'pti. Qanaqa qildik? Asosiyatdan umumiy jihatdan millat damdiq, ya'ni dunyo Xitoyda nima bo'layotganini bilyapti, ya'ni vatanimizda nima bo'layotganini bilyapti. Va nurg'un asos jihatdan yaqindan yaqin Xitoyning propagandasi va ya'ni media urushish texim kuchlandi, chunki bunaytib bisim bo'ldi. Masalan, zulmni anglatgan siri ular teximi pul chiqarib, hatta shu Xitoyni qo'llaydigan g'arbliklarni, chunki hozir shunda bir o'yin o'ynayotdi. Va sizlarmi bilsizlar, bir Xitoy chiqib vatanimizda zulm yo'q desa, gap baxmaydi. Shuning bilan aqtalliklarni apag'izib, hatta qiziq bir video chiqdi ekanda, bir Yangi Zelandiyalik bir itizliqqa berib, paxta itizliqqa berib, bu yerda zulm yo'q, Uyg'urlar shunchaki yaxshi deb, yo'q yerdan CGTN Xitoyning o'zining mediasiga voy tasodifiy miyada bir Yangi Zelandiyalik bizga fuchirib qoldi debchi, sizlarmi bilsizlar, bir aqtallikning gapi mayli Xitoyning propagandasi bo'lsin, texmi oqidi bir aqtallikning ovozidan chiqqan chog'da. Mashta bir qiziqchiliklar yuz beryapti. Shuningga bu haqda texmijiq mushu Xitoyning mediasiga aldinib ketirganlarga yo'ritib berishimiz kerak. Ama siyasi meydanda bence yeterlik teşvikat olsun, yani bomsa bir midirlaştık yok. Yani çünkü hazırken meyli olimpik olsun, meyli Xitay bile ticaret devam kılışış diyen hazırgıca devam kılıvatıdı. Bunun toxtığını yok. Şu medyada bu şu uruşunu kıvatımız. Ama yani devam, yani qanchalik bir ish ahmayotgandek bo'lsa-mu, yani davomli mengib turishimiz kerak oldimizga. Bizning mazmunimiz gap bo'lgan bo'lsa yaxshi. Ahmaydiganlar gaplab ketdi. Ahmaydigan mazmunlar chiqlab ketdi. Masalan qandaq? Masalan qandaq? Ahmaydigan tushuntirishlar. Akudu. Maymunni tushuntiringlar. Ha, men yimdadir ya mav kallam yerim. Maymun. Tamam. Abay degandek yimo tövbe kalla ketdi. Mav yimo. Abay degandek shu aqtalliklarni ishiltib turib, Xitoyning yani Uyg'urlarda zulm yo'q degan nimani shu maymun deydi. White monkeys. Mushu aqtalliklarga pul berib turib,
ya'ni Xitoyning da'vosi emas, Xitoyning yağan xabarini taqitish. Mushuni qilgan kishilarni oq maymun deymiz. Oq maymun deymiz. To'g'ri? Bir qiziq gap bo'ldi bu. Hazır VW Finance's Genocide bir faaliyet dünyanın her qaysı joylarida Volkswagen'ni setish nuqtasi oldida namoyish shaklida ilib berilyotidi. Bu harakatga qanday qaraysiz? O'zingiz va boshqa Sharqi Turkistonliklarni bu harakatni qo'llashga chaqiriq qilamsiz. Albatta, Xitoyga qarshi har qanday bir faoliyatni qo'llayman. Albatta. Cho'ng kichik ko'may. Ba'zan chog'da shunda bo'lib qoldi shu kallimizda. Ya buni qilib nemish qilamiz? Ana deb nemish qilamiz? Voy chiqib nemish qilamiz degan unda qilmay, qanday harakat bo'lsa, qilish kerak. Va albatta, madurim men ko'ryapman ancha-muncha videolarni shu VW ning oldida. Madurim shu birla ya'ni birla shirkatni nuqta qilib qilishning bir nimasi bor. Chunki butun kuch, chunki hammasiga bir vaqtda yetish bilmaymiz va bu VW ga qarshi, Volkswagen ga qarshi, Santana ga qarshi bu harakat nihoyat yaxshi harakat. Bütün mushu faoliyatga qatnashgan, kuch chiqargan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Hatta Abdullah Arish qilishim agar vaqtingiz bo'lsa, naq maydon chiqsangiz bo'ldi. Linkni ulanishni itib qo'yganda ma'boy qayta itib qo'ysam bo'ldi xohlaganlarga chiqib. Ya'ni erkin suhbat, erkin gap qilish yani. Erkin parang bu yerda. Chunki doim shuni his qildim, albatta bo'ldi, chiqib, masalan, Assalomu alaykum qarindoshlar, anandan ovozim keldimi deb bo'lib, albatta o'zimizning gapimizni qilamiz, lekin buni daha sizlarning gapinglarni ilish, sizlarga savol qo'yish, yo bo'lmasa o'tirg'a savol tashlasanglar. Unutmanglar, ben takip etişinlerini ümit kılıman. İnşallah adlika Abduvali Ayıp akımız bilen bir sohbet ötküzmekçi Talk East Turkestan'da. Şununla katlaşıp takip etişinlerini ümit kılıman. Timimiz Muşiq'ın yakı BBC'da ve BBC'da Abduvali Ayıp efendim bilen Uyghur Human Rights, Uyghur İnsan Hakları Projekti bilen ortaklaşkan bir research var, bir narsa işildi bular, Uyghur imamlar hakkında. Şu haqda bir sohbet yapıran bulduk. Qatnashinglarni umid qilaman. Uyg'urcha videolarni pat-pat chiqarib so'zlab turing. İnşallah yani vaqtim chiqsa. Necha kundan yoqi biz Müslüman davlatda yashayotgandan keyin necha kun qo'ypadi, shuning bilan bugun vaqtim chiqib qoldi. Qo'ypagashga chiqib qoldim. İnşallah agar bo'lmasa inkaslarni yezinglar, mushta shaklda bir program ishishimni xohlamsizlar. Har hafta mushta bir ko'rishib boshqalardek o'zimning gapini qilmay bu yerda mushtaq savol javob shaklida xohlasanglar yozib qo'ysanglar, shunga balki kelar hafta mushtaq chog'larda yana bir suhbat olib berishim mumkin.
Xalqning ovoziga qaraymiz. Ha, yana nima boshqa yangilik? Voy, tursizlar. Çayga kelmamsizlar. Kelay, baray. İnşallah bir kuni boraman. Hozir night yiroq bo'lib qoldi. Allah razı olsun. Xonim qizlar qatnashsami bo'lamdi ya? Albatta bo'ldi. Albatta bo'ldi. Naq maydon bo'lganikinchi. Kuzat bilan oramiz qanday? Yaxshi? Yetişamdık ya. Mana yetilishyapmiz, ya'ni yet hozir bugun Coviddan tufayli yet mushta bo'ladigan bo'ldi hozir. Yetilishyapmiz shu. Men shu yetilishayli, men o'zim yolg'iz bu Bahraynda bo'lgandan keyin mushta shaklda Uyg'urlar bilan yetilashmasam yetilishamaydi ekanman. Shuningga. Mushta chiqarib qo'ydim. Qaranglar debchi. Hey, şu. Bahreyn'de virüs azmı bir basam bulatdı. Bahreyn'de virüs kontrol kılıqlıq. Kelsiniz buludu. Türk vatandaşları viza almaydı bu değil mi? Yani viza almaydı degenim. Aldın ala Türkiye yani Bahreyn konsulxanıga berip başvuruş gerek yok. Yani odul fıçıplam, çigiradılam Miyanın pulu 25 dinar bu değil mi? 25 dinar degan. Qancha bo'lib ketdi? 500 TL. 500 TL to'lab bir oy turib kelsangiz bo'ldi. Kelsangiz oldingizga chiqaman. İnşallah. Keyingi sohbet bo'lganda bir nechalarni chiqaring, qatnashaylik. Albatta, albatta. İnşallah. Assalamu alaykum. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lmasingiz. Allah razı olsun. Mustaq ko'rishaylik deb o'rlashtirgan boshqa bir cho'ng ishim yo'q. Qanishimiz için aşısını yaptıracak mıyız ya da nasıl yapacağız? Yok, benim bilişimçe nimo Çin aşısı. Ha, bir dakika, Çin aşısı. Hayır, yok. Çünkü ba'zi bir o Xitoy vaksin qilg'izganlar ba'zi bir ishlameydi o vaksin. İşlemeydi ki. Hatta bazı nimelerde mesela %50 işlemiş. %50 degan nima? Yani bir de to'g'ri emas Xitoy vaksinini ishlatish. Qilishim, yani amal boshqa vaksina. Lekin Türkiye'de qanday bo'ldi ki Türkiye'de mi asta başka vaksinalarni ekaygizyotdi. İşletmem qilishim.
Ma bilan Bahraynda gap qilaman inshaalloh. Inshaalloh. Kelsangiz bo'ldi. Ha, endi zo'lab qolsa hukmidim. Masalan, Bahraynda hozir bir zo'lashning siyosatini yurgizyotidi. U bo'lsa, vaksina o'g'izmaganlar tan tarbiya markazlariga, anondan keyin nurg'un yerlarga, aeroplan stansiyasiga kirish, tijoriy markazlarga, alış-veriş markazlariga kirish, maktablarga berish asta cheklanyotidi. Ondan keyin Bahraynga qaytib kelganlar zo'lab turib Covid test qilg'izdi emasmi? Ammo vaksina qilganlar test qilishning nimasi yo'q. Test qilmasangizmi bo'ladi. Va uning masalan qo'shimcha pul ketadi. Masalan, bu yerda qaytish jarayonida Covid test qilganlar hozir 40 dinarga deyman. 40 dinar ketdi. 40 dinar degan 1000 TL atrofida bo'ldi. 40 dinar $100 atrofida bir pul to'lab 3 qatim test qilg'izdi majbur. Lekin buni vaksina qilganlar test qilishning hech bir nimasi yo'q. Qanishimiz yemizibdi. Siz dinda o'qiganmi? Yo'q, men dinda o'qimagan. Vatandagi yet o'tkazishgan chog'larni bek siyg'indiq. Albatta, hammamiz siyg'indiq. Inshaalloh pat yaqinda o'tkazib qolamiz, duo qilaylik. Falastin ishiga boshda yurtdagi shu zulm tugusin olishili birga chiqib ketmaydi. Falastin bir yerga chiqib ketmaydi. To'g'ri, shundan bu fikrim bor. Abay vaqtda shu Manaq maydonining beshida mush to'g'riqchiq gap qilgan. Yitinglar muborak bo'lsin, birga bo'lsin, qora siyoh qarindishim. Qora siyoh. Qora. Bu Türkiye'deki qarindishimiz qanday yetni o'tkazayotgandi u? Chunki u yerda bir teshig'i chiqish cheklash bordi. Ammo menga rasmlar kelyapti, bir-biringlarning uylariga beryapsizlar. Zaten bu Filistin meselesi chiqqandan keyin butun xalq ko'chalarda zodi. Bek qiziq. Bek 200-michi bu Erdo'g'an degan zodi. Gaplarim qiziq tuyuldimi qarindishim? Uyg'urcha naqsha aytalamsizlar yo'qmi? Naqsha aytalayman. Lekin bugun yani aytmayman yani. Sahnaga chiqib aytmayman, ammo aytalayman. Ovozim yomon emas.
Böyle anlagan suallar bolsa qarab bakay. Evet qarindoshlar, programning ismi yetlishish va fikrlashish. Bir har qanday bir mazmunda fikrlash bilanmidik. Herhalde nurg'un qarindoshimiz aldirash o'xshaydi. Va alaykum assalam Ali qarindoshim. Yaxshi turdingizmi? Yiğitiniz mübarek olsun. Va alaykum assalam Dilyara qarindoshim. Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Elhamdülillah. Sаңызы sağğanlar barmı? Sаңızı sağğan bolsaňlar, rasmlaryny çıqırıp qoyun, sаңızının rasmlaryny. Google'a çıkıp sаңızının rasmini çıqamay, özüňler pişagan sаңızı bolsa, şunu çıqırıp qoyunlar. Bu jylgy maňa sаңızı yok. Arzimaydi. Adil Mecid Şanghay tizimligiga chiqib qapdi-ku. Ilg'o Adil Mecid nurg'un insonlar bor uning ichida. Har xil, ya'ni kichik bolalardan tortib 5 yoshdan tuvan bolalarning tizimligi bor. 162 tizimlik bor. Kichik bolalarning chiqqan yerda boshqalarning chiqishi nihoyat oson, ya'ni u cho'ng bir masala emas. Erkin yaşavatıdı. Lekin o tizimlik ökenki yılı çıkan tizimlik. Erkin yaşavatıdı da. Arslan qani uzun buldu kömgili. Yani özümüzge çüşlük aldıraş. Allah razı olsun sorunuzga. Özümüz çüşlük aldıraş. Yani günde 8 saat işleymiz. Kalan bir vaxtımızda dava kılımız. Diyendek muşişler bile aldıraş yani.
Çağın bulduğanmı terörist deydiğanni qandaqmı bir devlet degili buldu. Yani köygen adamlar terörist deydi yani. Sakal koysanız terörist, namaz kılsanız terörist. Hatta namaz kılmasanız mı, sakal koymasanız mı terörist davatkan tutsa. Elbette yani azraqlam Müslümanlıqını ya bolmasa Uygurluqını da bir çıqırıp qoysa terörist dep sola bitirgan tutsa bu yani küçük işler bu. Bizning bu yerda sansı pek kengri bo'ldi. Allohga shukr, bozordan setib oldik ukam. Ha, bozordan setib olgan bo'lsanglarmi chiqarib qo'ymamsizlar deb dasturxoninglarni deb. Chaqchaq qo'ydim. Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Loqsiz degan. Allah razı olsun Çadıman kardeşim. Şinjan deyen gapni qana to'xtimiz. Herhalde bunu G'arbning medyasida deb so'rayapsiz deb o'ylayman. Şinjan deyen gapni to'xtamay, ben bunu necha yerga dedim. Masalan, Tibetni sizlar Shizang demaysizlar. Yoki bo'lmasa yani bo'pmuş shuni o'rnak olib turib, bugungi kunlikda shular Tibet dagziyverib, shu nima Shizang demay, hatta Xitoyning o'zimi Tibet degan bo'lib qoldi. Buni asosiyatdan shu dastlabda bu Tibet masalasi chiqqan chog'da Dalai Lama andan keyin Hollywooddagi cho'ng artistlar bu Tibet tashviqotini qilg'ashqa bu Tibet sig'ib ketdi. Andan keyin o'zimizmi ishlatmasak bo'ldi-ku buni. Hatta yani mesela AKA desekmi amalba ya East Turkestan, ya mesela Chinese occupied East Turkestan, ya bomsa Uyg'uriston yoki bomsa Uyg'ur region deyishni shaxsan men tashabbus qilaman. Ammo albatta Xinjiang degan yani bo'pmi G'arb medyasida ko'rsam bu to'g'ri emas. Chunki har zaman deydiganim amsa Tibetni Tibet demay Shizangdan yani men mushuni qo'ymanda nima uchun medialarda Tibet deb jursizlar? Shizangdanlar bundan keyin deb men mushta qaqshayman shaxsan. Yaxshi savol bo'pti bu. Naq maydon chiqaman deganlar bo'lsa, men yana chiqarib qo'yay. Ulanishni mushu ekranga chiqsanglar bo'ldi. Mushu ulanish orqali. Şu Şinjan deb. Google tercümesinde şimdi degan şu inşallah Google tercümesi qiziq mesela hozirmi hatta ko'kda sizlarga Google Translate'ni ochaylik. Hozirgacha mush Google Translate'da Chinese yazsangiz ya bo'lmasa China deb yazsangiz nima chiqadi?
nima chiqdi? Jungo yoki bo'lmasa men ko'rsatib beray. Hadi bakalım. Mesela miyada China deb yozaylik. Ko'ralammi? Jungo deb chiqadi. Jungo deb chiqadi. Anandan keyin Chinese deb yozsangiz, Jungoliq Chinese person Jungoliq bo'lib chiqadi-chu. Qiziq yeri, masalan Han Chinese. Han Chinese. Xanzucha yozibdi. Masalan, xumayman men xatolashyaptimdim. Bo'ldi. To'g'ri masala ketdimi, qanday? Buningda asli to'g'ri sal ketib qoldi. Buningda asli masalan Xitoycha, shunami? Xitoy deb chiqish kerak. U yerda hozirgacha Jungocha, Xitoycha deb yozilib, herhalde ishlatish jarayonida shu recommendation tavsiya qilsak o'zgarib qolamiki? Go. Jungo deb. Sualinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi, qarindoshlarim. Yoki bo'lmasa Messenger orqali olsanglar, men ketib olsam bo'ldi. Yozganlar bo'ldimi yo? Okay, no. Eyvallah. 1 soatga yetib qolay dedi. Vaksina urg'izib bo'lganlarni davlat atlab sayohat qilganini o'ylashdingizmi? Hozirgi gap bilan vaksina o'g'izib bo'lgandan keyin doimiy siyosat o'zgarib turayotgandan keyin xalq shundan qo'rqadi. Bir, zaten hozir bir yerga berish qimmatlashib ketdi. Chunki odam oz uchayotgandan keyin. Ondan keyin u yerda navada bir kechilam siyosat o'zgarib ketsa qaytarmaslik masalalari bor-ku. Masalan, Avstraliyada nimasi bekching, masalan, shaxsan men Avstraliyaga qaytib qolsam, men chiqa olmayman. Chiqish bek tez. Chiqsammi, aram bir necha davlatga chiqalar, shular orqali ish qilib bo'pmi, hozir yangidan ichilyapti, masalan, ba'zi chegaralarni. Ammo undan burun mumkin emas, kirib qolsangiz chiqa olmaysiz, ya'ni. Navada yaxshi bir sabab bo'lmay qolsa, masalan, bir tuquningiz o'lib ketdi degandek, chiqa olmaydi. Bu
Bugün yaxşı boldu qarindoshlar. Yani bir saatni to'shqizay, bir saatni to'shqizib bo'lib, andan keyin tushib kelsam bo'ldi. Ang oxirgi so'raydigan savolinglar, deydigan gaplaringlar bo'lsa, andan keyin kapatsam bo'ldi, ippatsam bo'ldi bu naq maydon taqtishni. Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Tamam. Herhalde qo'shimcha bir savol tushmasa men qo'yday buni. Uchirtay. İnşallah yani inkaslarni yezib yiqinglar. Agar mundaq suhbatlarni xohlasanglar, mundaq shekil suhbatlarni xohlasanglar, yana kelar hafta mustaqillarda chiqarsam bo'ldi. Okay, qarindoshlar. Hammanglardan Alloh razı olsun. Suhbatga qatnashganlar, savol yozganlarga. İnşallah kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.